Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Nukus shahrida birinchi Orol madaniyati sammiti o'z ishini qizg'in davom ettiryapti va biz kun davomida qizg'in mulohazalar, juda muhim tashabbuslarga guvoh bo'lyapmiz, shunday emasmi? Haqiqatan ham bugun O'zbekistonda sammitlar kuni desak mubolag'a emas va mana shu manzil tomonida yashil iqtisodiyot, yashil barqarorlikka qaratilgan haqiqiy xalqaro muloqotlar platformasiga aylandi. Orol madaniyati sammiti bu oddiy muloqot emas, balki Orol mintaqasining kelajagiga qaratilgan bir katta xalqaro tashabbuslar ro'yobiga qaratilgan yangi g'oya. Va aytish lozim, mana shu sammitning to'zadi ekan barida tek yulduzlar qaladi ekan mangiga degan Qoraqalpoq shoirning bir buyuk falsafiy satrlari bilan boshlanishi ham bejiz emas, chunki Orol mavzusi biz qachonki har birimiz sayyorani bir bo'lagi ekanmiz, tabiatning bo'lagi ekanmiz. Albatta Orol masalasi, ekologik barqarorlik masalasi bu bizning qalb amrimizga, hayotiy shiorimizga, qadriyatlarimizga aylanishi kerak. Va shu ma'noda Orol madaniyati sammiti qanchalik kutilgan voqea bo'ldi. Bizning suhbatdoshimiz Orol bo'yi innovatsiya markazi rahbari Baxtjon Abibullayev. So'roqqa javob bersangiz. Albatta, men o'z so'zimda hurmatli prezidentimizning madaniyat Mo'ynoqdan boshlanadi degan so'zdan boshlag'im keladi. Meni bugun tag'in bir marta o'zining tasdig'ini topmoqda, ya'ni butun dunyoning e'tibori meni Orol sammitida Qoraqalpog'istonda, shu Orol dengizi regionida bugungi meniki hamma kelgan ekspertlarimiz, xalqaro organizatsiyalarning vakillari hamma meni qilingan жұмыстарға Orol dengizi ekologiyasining muammolarini yechishу bo'yicha hukumatimizning tarafidan qilinayotgan жұмыстарды hammasini ko'rib, o'zlarining so'rovlarini bermoqda. Albatta, bugungi sammitimiz bu ulama birgashtirishu, dunyo yuzimen birgashtirishu, har xil texnologiyalarni transfer qilish bo'yicha ulkan platforma bo'lib hisoblanadi. Hamni har 18 oydan bir marta bo'lib turuvi bu bizning xalqimizni juda qattiq quvontiradi deb o'ylayman. Sababi albatta Orol dengizi muammosi tek bu regionning yoki O'zbekistonning muammosi emas, butun dunyo yuzi muammosiga aylanib, butun dunyo yuzi bugungi kunda biladi. Buning hammasi meni hurmatli prezidentimizning Birleşken Milletler yuqori tribunasidan turib Orol dengizi muammosini dunyo yuziga ko'tarib chiqqani bo'lib hisoblanadi. Ham bu bizning xalqni hammamizni quvontiradi deb o'ylayman. Rahmat qiziqarli savol uchun.